Salom sizlarga. Bugun biz 107 lik Nesta'ni olamiz va kuchaytiramiz. Sizlarga esa yoqimli tomosha tilaymiz. Unda go! Nesta mana Nesta 107 lik Nesta mana 795 ta bunga 800 olsam bo'ladi. Manga bitta yetmaydi. O'shaning uchun daily bonus bo'lmadi. Vochada bitta bor. Bitta bo'lar shu bittaga ochib ko'ramiz. 97 107mi? 99 102 mana shu bersa agarda yaxshi bo'lardi. Kavachi 100 mi? 99. 99 normalli. Shu olsak bo'ladi. İnternet işlemayapti yoki ancha oldik. 99 sırası galevaga o'tamiz. 99 ga 5 tagina puzzle olamiz. Shu puzzlelar nima deyilsa deyiladi shu. Sotamiz o'shami? O'yinchi o'sha oldik, sotib oldik. Endi esa biz 107 lik Alessandro Nesta'ni olamiz. Yo'q, Alessandro Pirlo. Alessandro Nesta'ni oldik. Italiya himoya Milan Kumir va Nesta'ni oldik biz. Ne dese bo'ladimi? Tarkibim eski tarkibimni o'chib ketgan o'zimning tarkibim. O'ynamaganimcha bo'ldi. Yaqinda so'nggi tarkibimga qo'shib qo'yamiz Alessandro Nesta'ni. Va bizda shuncha mascherani bor, hammasini osib full qilamiz Nesta'ni. Va Nesta'miz 108 yashil bo'ldi. Nesta'ni skill point albatta qilamiz uni. O'yinchini oshiradi albatta bu. Keyin yana bitta kuchaytiramiz. 109 bo'ladi. Kuchaydi. Va endi ikkitadan boshlaydi endi. Defending qilib qo'yamiz. Defending qilaylik. Unda uni ikkita qilib olamiz. Ko'p ishlatmaymiz. Xullas Nesta'miz 110. Skill points'ga bu safar ham kuchaytiramiz. Bo'ldi endi. Degan ikkita mayli. Bitta bosib ko'raylik. Ket. Davay. Kuchay. Va kuchaymaydi. Yana bitta bosam kuchaymasa ponli nima olaman. Ket kuchaydimi? Yo'q, kuchaymadi bu safar. Zato ponli nechta 5 ta o'yinchiga 5 ta joy ko'p emas. 5 ta o'yinchiga keyin 112 qilishga yetarmikan? Bosdik. 112 da 10 ta. 3 qo'lyapti. 111. Yo'qdan max bo'ldi. Nima qilamiz? Physical shu. Physical deganini bosamizda. Endi yetarmikan? Yetsak 20%, 10 ta kerak. Yetakan o'zi chotki bitta ham qolmas ekan endi Mascherano. Chimam qolmaydi. Mayli zato Nesta 112 bo'ladi va Nesta 112 bo'ldi. 112 endi endi buni akkauntim, ya'ni tarkibim hali bunaqa o'yinchidan to'la 11 ta bo'ladi. Xullas endi buni devorni max qilib qo'yib, devor deyman endi men. Orqaga qaytish ham kerak narsa. Tarkibimda Nesta avtobild qo'yamiz. Kavachi Nesta 112 ta bo'lishiga voy. Lekin menda bunaqa akkaunt bot. Prosta akkaunt o'zi ochganimga 10 kun bo'ldi.
Account deyman. Siz tarkiblaysizlarmi? Bilmadim men. 10 kun bo'ldi va adashmasam 13 kun nimani ham olishim kerak Xerodan. Xeron 112 Nesta. Qanday qiladim buni mana. Bo'ldi, bitta ham qolmadi biz uchun. Mana shuni o'zimizdan chiqib ketamiz hali. Accountimizga Nesta nima? Ha, bu kim Nesta topdi endi eng baland bo'lgani uchun ham. Endi esa endi Xerodan Hazard olaman. Chunki Hazarddan men uchun-da Hazarddan yaxshi o'yinchi. Hazard olsam himoya ancha yaxshi kuchayadi. YouTube'da doimiy faoliyat yursam kerak. Yangi videolar chiqadi. Siz like bosib, obuna bosib qo'llab turing. Hozir esa birinchi 4000 ta nima bor. Ochib olamiz shuni. Ketdi degan ekan. 4000 ta nima tushadi? 4000 ta ekstra. Endi 99 degan tushdi. Himoya La Liga bo'yicha Joan Barbalo degan. Science. George Science. 4000 ta ustida Ferini ochamiz endi bitta. Mana sariq nima ekan bilmadim men. Sariqcha 5 ta. Shuningdek bir kerak bo'ladi, balki hozir olmay qo'ysam kerak bo'lsa. Bu Zola 87 nima ham qilamiz 87. Postik 5 taga. Ketdi. Bo'ldi, olamiz. Sirasi bu yerdan chiqamizda. Adashmasam shu nima qilamiz? Erchankaga kiraylikchi. Mana bu. Mana 80-98 olish kerak. Tekinda gapdi. 70 bitta eng past o'yinchining orasida 98 berib qolishi mumkin. Bermaydi-yu. 82, 77, 76 kerak emas albatta. Endi bu yerdan ham suramizda. Ana endi esa Hello yo'nalishdagi Chonchilo-ga kiramiz. Bu yoqqa esa biz bitta review qilamiz. Review qilgandan keyin bu yoqqa o'yinchilar o'zi eski o'yinchilar bo'lsa kerak. Hozirdan futbol tark etgan, menimcha yana bilmadim. O'zi biz bugun Nesta olishimiz kerak edi. Hozirda ham olib qo'ydik. Ikkita bo'l. Endi bu yerdan Hero S symbols bosib qaysi o'yinlar? Macon bor, Stem bor, oltilardan Tour bor ekan. Kamda menga baribir Hazard, Eden Hazard. Belgiyalik Hazard yaxshi. Va Heroda paynimadan missiya ochildi. Kavachi bosdik, mana hozir bizga ko'z to'ladi. Belgiya LV, ya'ni chap qanot va men aytgandek futboldan chiqqanmi? Esdan trening qilish esdan chiqdi. Nechtani trening qilib olamiz. Maksimalni qilsak ketamiz. Auto select max bosib olamiz. Pastga qaraydi hozir. Boshqa kerak o'yinchi qo'shilib ketsam bo'lishi mumkin. Ya, qo'shilib ketgan aniq yo'qki. Chunki 112 qildim. 112 tasavvur. Hazır Salah, Rafinha, Lavah. Siz buni sekin asta pastga bosamiz. Bular nimasi bular? Keveldi. Boshqa o'yinchilarni trening qilish uchun keveldi balki. Keraksiz o'yinchilar bo'ldi. Shu kuchaytirsak bo'ladi 74, 70. 18 level qilamiz hozir. Ketdi. 18 level qilamiz. Va biz ana vapshim bo'ldi hujum endi. Himoya adashib ketdim. Himoyamiz Ronaldinho. O'rniga hozir Hazard qo'ysak. Hazard yo'q bo'lmasa ekan. Mayli qo'yib qo'yaylik olsalik. Ronaldinho bilan o'zgartiramiz. Har xil Ronaldinho o'tgan. Biz ikkani yo'q qo'ysak, Ronaldinho ham 93 bo'lib ekan. Mayli 96 Ronaldinho aslida. Ronaldinho'ni o'rniga uni almashtirsak bo'ladi. Yo'q, Ronaldinho turaveradi. Va bugungi videomiz sizlar bilan tugadi.
video yoqqan bo'lsa bitta like bosish, esingizdan chiqmasin, kanalga obuna bo'lish